Assalomu alaykum. Farg'ona shahar Vatnida uyim sotilyapti. Ikkinchi qavat 3 xona uy sotilyapti. Juda birga yengib turibmiz. Qani ketdik. To'p'i ham Farg'ona shahar Vatnida bo'lyapti. Ikkinchi qavatda 3 xonali uy sotilyapti. Uyda holat ideal holatda. Paradni xuddan kirganda o'ng tomonda sanuzel, yotoqxona, bek, batgan ko'rasiz. Detskiy xona, uyimiz g'ishlik, radiator bor va akva qilingan. Mana shu mebellar qoladi. MDF eshik, laynat poli bor. Paradni xuddan kirasiz. Xo'p, yotoqxona biz, mehmonxona. Holati zo'r. Duvalab qilingan. Bemalol mehmonxonasi bo'ladi. Tepada po'ka qilingan ekan. O'zining alohida oshxonasi bor. Xo'p, kuxna mebellarining joyida, pastda yaxshi, xolodilnik bor, muzlatgich. Bemalol malina tuzda qo'yasiz. Xolodilnik go'sht boshirasiz. Vaylan tub konturimiz bor. Gaz plita bor. Sevil suv gazdan mashina muammo yo'q. Kuxna mebellaridan itidan. So'zi. Farg'ona shahri Vatnida bo'lyapti, katta yo'l bo'yida. Alt qavat uyning ikkinchi qavatida 3 xona 74 kvadrat uy sotiladi. Uyning narxi uydagilar $42,000 deyapti. $42,000 deyapti. Ozmas kami bor yoki naqdga olaman desa $60,000. Agar kredit davom ettiraman degan bo'lsa $42,000. Ozmas kami bor. 160 ming krediti bor. Ammo siz shipda yurasiz 200 mingdan degan joyda.